Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Germaniyada bitta hamyurtimizga uchratdim. Tibbiyot xodimi shu yerda Germaniyada ishlaydi ekan. Hozir Münster shahridamiz. Endi o'sha hamyurtimizni oldiga yo'l olyapmiz. Borib uchrashib, suhbatlashamiz. Bizni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana va nihoyat hamyurtimiz xonadoniga tashrif buyurdik. Ma'lumot uchun bu Germaniyaning sharqiy qismi, Stendal shahri. Mana yonimda mana hamyurtimiz O'zbekistonlik tibbiyot xodimi Javlonbek xonadonidamiz. Va
Raisat Janombek. Hozir shu 3 yildan beri shu Germaniyada yashab, shu joyda shifokor bo'lib ishlayapmiz. 2016-yilgacha, 2008-2009 o'quv yilidan 2016-yilgacha Toshkent tibbiyot akademiyasida o'rganish filialida bakalavriat o'qidik. Davolash fakultetida 2016-19-yillar davomida Toshkent tibbiyot akademiyasida nevrologiya yo'nalishi bo'yicha magistraturada tahsil oldik. Va shundan keyin ish faoliyatimizni Toshkent shahrida boshladik. Ya'ni hozir hamma taniydi, Tashmiki, ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasini asosiy klinikasida nevrologiya bo'limida nevropatolog va dejurniy nevropatolog darajasida ish boshlaganmiz. Oralikda shu Maksida o'qib yurgan paytimizda skori, ya'ni tez yordam tibbiyot markazida ishladik 3 yil davomida. Va shu 2019dan 2022-yilgacha Toshkent shahrida shifokorlik bilan shug'ullanganmiz. Shu keyinchalik Germaniyaga kelish bo'yicha o'zimizni informatsiyalarni to'plab oldik. Va ya'ni bu yerda kelgan o'rtoqlarimiz bor edi, birga o'qigan magistraturada o'rtoqlarimiz bilan gaplashib boshqa qilib Germaniyadagi meditsina haqida o'zimni oldin boshda qiziqishim hisobiga informatsiyalar to'pladim internetdan. Qanaqa davolashda, qanaqa nima deydi, farq qiladigan taraflari bor, boshqasi hammasini qiziqib bo'lgandan keyin til o'rganishga nima deydi, til o'rganishni boshlaganmiz va shu B2 sertifikatini olganmiz. Nemis tilidan B2 sertifikatini olganimizdan keyin bu yerga til kursi bo'yicha kelganmiz. Endi hozirgi paytda juda ko'p boshqa imkoniyatlar ham bor, lekin shu paytda bizning vaziyatimizda shu to'g'riroq variant edi. Jolonbek, endi bu o'sha B2 sertifikatingiz olishi bu hali Germaniyaga kelmasdan turib O'zbekistondagi olgansiz. Shunaqami? Demak, birinchi sertifikat olib, keyin kelgansiz. Shunaqa. Bundan tashqari, nemis tilidan tashqari yana qaysi tillar bilan qiziqib shug'ullanib yurgansiz? Men oldin ingliz tilidan IELTS sertifikatini olganman. Ya'ni magistratura kirishdan oldin ancha yordam bergan. Hozir bu yerga kelayotgan paytda eng muhim o'zi nima deydi, muhim jihati til bilan kirgan yaxshida, tilsiz bo'lmasa ancha qiyin bo'lib qoladi. Demak, bu yoqqa kelishdan oldin siz ikkita til bo'yicha sertifikat olib, mukammal o'rgangansiz. Shunaqa ikkalasida ham bu ikki darajada sertifikatim bor. Endi bu Germaniyaga kelish jarayonini gapirib bersangiz. Shu Germaniyaga kelishdan oldin ya'ni hamma tarafdan o'zimni qiziqib o'rganib ko'rganman, qaysi yo'nalishda kirganimiz ma'qul deb va shifok kurs deydi, ya'ni til o'rganish maqsadida degan yo'nalishda vizaga hujjat topshirganmiz. O'zimizda B2 sertifikat bo'lgan, lekin shunda ham bu yerda B2'si bir o'rganaman degan maqsadda shu bizga sabab bo'lgan viza olishimiz uchun. Vizaga topshirganmiz, hujjatlarni taxminan 4-5 oy davomida hujjatlarimiz tekshirilgan va bizga pozitivniy, ya'ni ijobiy javob berilgan. Shu bilan viza olganmiz. Keyin lekin undan oldin o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Albatta, ya'ni bankka счет ochib, hisob raqam ochib pul qo'yish kerak. Bu Germaniyaning talabi. Germaniya talabi. Siz Germaniyaga kelishingizda, ya'ni sizga misol uchun har xil vaziyat bo'lib qoladi. Shuning uchun shunaqa vaziyatlarda qiynalib qolmasligi uchun har oyda kafolatlangan pulni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi boshqacha yo'llar ham bor. U hamma faqat men aytayotgan bir ikkita yo'nalishlarda, misol uchun shu til o'rganaman deb kelayotganlar, bu paytda 6 oyda hozir 1 yilgacha chiqqan. Ya'ni 1 yilga sizga yetarli miqdorda bankingizda, счет raqamingizda pulingiz turishi kerakda. Endi Jolonbek, hozir mana siz hozir Germaniyadasiz, bu yerda oilangiz bilan birga yashaysiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi hozirgi o'zingizga bu yerda qaysi soha, qaysi tibbiyotning qaysi yo'nalishida ishlayapsiz? O'sha to'g'ridan bir gapirib bersangiz. Hozirgi kunda birinchi imtihonlar bo'yicha aytsam, qisqacha qilib, birinchi ikkita bosqichda iborat. Bu yerda shifokor bo'lib ishni boshlashgacha bo'lgan jarayon. Birinchisi Fachsprachprüfung deydi, ya'ni bu faqat sizni kasal bilan qanchalik darajada gaplashishingizni tekshiradigan imtihon.
Buni biza 3 yil oldin topshirganman. Endi Jo'rabek, uzr gapingizni bo'ldim. Misol uchun men tibbiyot xodimi emasman. Men o'zim mutaxassisligim elektron texnika injeneri, bu birinchi mutaxassisligim, ikkinchisi jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarda. Bu misol uchun tibbiyot sohasini men tushunmayman. Mana shu misol uchun vrach bo'lib keldingiz Germaniyaga, birinchi kelganda u hech menimcha vrach sifatida sizni qabul qilmaydi kim kelsa-da, shunaqami? Birinchi qaysi etapdan boshlaydi? Misol uchun mana bu yoqqa kelishni rejalashtirib yurganda vrach shifokorlarimiz bo'lishi mumkin-da. Kelgani bilan birinchi baribir shifokor lavozimiga qo'ymaydi, shunaqami? O'sha jarayonni bir qisqacha aytib bersangiz. Endi u narsa sal boshqacharoq. Misol uchun hammani ham shifokor sifatida tan oladi. Siz O'zbekistonda o'qigan bo'lsangiz, biz ham O'zbekiston standarti bilan bular to'g'ri kelmasin kerak mana. Pasti to'g'ri keladi. Endi bu yerda nima standartida sal o'zgarish bor, ya'ni misol uchun magistraturadan oldingi darajadan bu yerda doktorlar ishlashi mumkin-da. Ya'ni assistent architekt, ya'ni yordamchi shifokor darajasida ishlashi mumkin. Buni oddiy shifokor, hamma biladigan shifokor bilan qiladigan ishida umuman farqi yo'q. Hamma misol uchun ular qancha kollejdan qaysi ish qiladigan bo'lsa, hamma ishni qila olasiz. Lekin asosiy misol uchun keyinchalik operatsiya, ya'ni nima shef arts bo'lish uchun baribir shu sohada faqih arts bo'lish kerak. Ya'ni shu sohada, shu yo'nalishda siz imtihonni o'tgan bo'lishingiz kerak. Endi u har yo'nalishga qarab har xil davom qiladi. Imtihonni o'zlari olamizmi? Bu yerda o'zida imtihoni bor. Endi 5-6 yil har xil yo'nalishda har xil davom qiladi. Hozir biz shu yo'nalishlarimizda, ya'ni Weiterbildung deydi, O'zbekistondagi shu magistratura darajasida yuribmiz. Demak, bular o'sha baribir qancha o'qib kelsa-da o'zini sistema, o'zini standarti bo'yicha qayta tayyorlab oladi. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Boyagi imtihon bo'yicha qisqacha aytmoqchi edim. Birinchi Fachsprachprüfungni o'tganingizdan keyin siz hozir aytgan darajada ish boshlay olasiz. Ya'ni assistent arts bo'lib, ya'ni yordamchi shifokor tarjimada. Uzr, hozir siz aytib turganlaringiz hammasi bu shifokorlarga taalluqli. Faqat shifokorlarga taalluqli. Balki hamshira yoki boshqasi emas. Faqat shifokorlarga taalluqli. Ya'ni siz kollejda bakalavr diplomi, endi magistratura diplomi majburiy emas. Bo'lsa sizga ustunlik beradi. Shu bakalavr diplomingiz bo'lsa, tasavvur qilaylik, shu bilan siz doktor bo'lib ishlamoqchisiz. Birinchi navbatda tilni bilishingiz kerak. Kamida bu 2-0 darajagacha chiqarsangiz ancha ishingiz yaxshilashadi, tezlashadi. Keyin birinchi boyagi aytgan imtihon topshirganingizdan keyin siz ish boshlash haqqingiz bor Germaniyada. Va sizda 2 yil davomida sizni shu ishlash uchun ruxsatnoma beradi. O'sha imtihon muddati qancha davom qiladi? Bu endi hamma joyda har xil. Bizning Zaxsanahal o'lkasida taxminan endi ozgincha bir ikkita o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor hujjatlar bo'yicha. Germaniya byurokratik davlat. Lekin yaxshi ma'noda byurokratik davlat deb bilaman. 1 yildan 1,5 yilgacha cho'zilishi mumkin. Hujjatlarni topshirganingizdan sizga imtihon kelguncha. Lekin shu davr davomida ishlash mumkin. Yo'q, birinchi imtihondan oldin ishlashga haqqingiz yo'q. Chunki sizga nima kerak? Hujjat kerak, ishlashga haqqi bor degan. Bu birinchi aytgan imtihonimizni o'tganingizdan keyin ishlashingiz mumkin. 2 yilga beradi sizga. Ya'ni 2 yildan keyin 2 yil ichida boshqa imtihonni, ikkinchi muhim imtihon topshirib olishingiz kerak. Shundan keyin magistratura boshlanadi. Endi o'sha imtihonga qarab oylik maoshlari ham o'zgarib qolsa kerak, shunaqami? Shunaqa. Oyligi o'zgarishidan qanaqa aytsak bo'ladi? Misol uchun O'zbekistonda 5 yil ishlaganman. Umumiy stajim 5 yil bo'lgan shifokor sifatida. Bu yerda shunaqa narsa bor. Ikkinchi imtihonni o'tganingizdan keyin sizni, ya'ni Stufe Erhöhung deydi. Sizni O'zbekistonda ishlagan yillaringizni, shifokor bo'lib ishlagan yillaringizni bu yerda tan oladi. Bu degani 6 ta stajga qo'shadi. 6 ta maksimal darajasi bor. O'zi bu yerda har 1 yil ishlaganingizda, misol uchun 1 yil ishlaganingizda 1 daraja oshaveradi. Shu 6 gacha oshadi. Shu men O'zbekiston ikkinchi imtihondan keyin O'zbekistonda ishlaganlarni tan oldirganman-da. Jo'rabek, mana bizda O'zbekistonning o'ziga xos tibbiyot bo'yicha o'zini vazirlik tomonidan qabul qilingan standartlari mavjud. Menimcha, bor. Ustaxona o'tolmasman. Menimcha shunaqa. Endi bu O'zbekistonning tibbiyot standarti bilan Germaniyaning tibbiyot standarti o'rtasidagi qanday farq bor? Mexanizmi qanaqa? Bir-biriga o'xshaydimi, o'xshamadimi? O'sha farqlar to'g'risida ham bir
O'zingizni fikringizni O'xshash tarafi ham, o'xshamaydigan taraflari ham bor. Yaxshi tarafi men nazarimda ko'proq, sababi bu yerda standart deganda standart bu yangiliklarga asoslangan standartda, ya'ni misol uchun bitta yangilik yaratilsa shu sohada yoki dorilar ishlab chiqariladigan bo'lsa yoki dorilarni nojo'ya ta'sirlari aniqlangan bo'lsa, bu narsa darrov shu standartlarga kiradi. Ya'ni amaliyotga juda tez yetib keladi. Tatbiq qilinadi darrov. Tez yetib keladi. Va u bizani chekka hududda ishlaydigan bo'ladimi, sentralniy больницаlar shifoxonada ishlaydimi, hamma joydagi doktorlar tez nimada shu ma'lumot bilan tanishtiriladi. Demak, bu standartga butun tibbiyot sohasida qilinayotgan yangiliklar tezda tatbiq qilinadi. Shunaqa. O'zgarishlar yangi. Shunaqa. Ya'ni bu yerda xalqi shuni his qiladiki, misol uchun 10 ta shifokorga bormaydi. Shu joyda kichkina klinika bo'lsa ham, katta klinika bo'lsa ham, shu joyda olgan tibbiyotini, shu ya'ni davolash standartlarini bular maksimal davolash deb biladi. Endi men eshitishim bo'yicha, misol uchun bu yerda vrachni ko'rigida borish uchun 5-6 oylab kutiladi deb aytiladi-da. O'sha jarayon qanaqa bo'ladi? Misol uchun bitta kasal borib vrachga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish mumkinmi? Qanaqa bo'ladi bu? Endi bizda misol uchun to'g'ri borib vrachni qabuliga kirib shu 1 soat 2 soatning ichida o'zini davolatib ketishi mumkin-da, yo'q tashxis olishi mumkin. Bu yerda qanaqa o'sha mexanizm qanaqa? Bu narsa ham juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Endi ko'pchilik aytadi 5-6 oylar kutish kerak deb. Haqiqatan kutadigan joylari bor. Lekin sizda misol uchun hayotingizga xavf soladigan og'ir holatlar bo'ladigan bo'lsa, har shaharda nima deydi? Shifoxonalar bor va tez yordamlar bor. Ular ya'ni u tarafdan umuman muammo yo'q. Agar misol uchun sizda surunkali kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatda shunaqa 4-5 oy kutiladigan yo'nalishlar ham bor. Hammasida emas. Bu davlat shifoxonalari bilan xususiy shifoxonalar o'rtasida farq qanday? Germaniya. Misol uchun xususiy shifoxonalar ko'p. Germaniyada, ya'ni tarmoq bu yerda 50-60 ta joyda, balki undan ham ko'p joylarda o'zini nimalar, filiallari bor. Lekin buni hech kim bilmaydi. Bu xususiymi yoki davlatga tegishlimi bilmaydi. Hamma joyda bir xil standart. Hamma bir xil litsenziyani oladi. Davolash nimasini oladi. Endi bu yerda men kuzatganim o'zim tibbiy sug'urta degan narsa bor. To'g'rimi? Tibbiy sug'urta har sizdan oladigan oyligingizdan kelib chiqadi. Shu taxminan 10% oyligingizni sug'urtangizga to'laydi. 50%ni O'zbekistonda tibbiy sug'urta bormi? Endi yo'lga qo'yilyapti. Bu tibbiy sug'urta bo'lgani yaxshimi, yomonmi? Qanaqa plus-minus taraflari bor? Menimcha, men misol uchun 100% qo'llab-quvvatlayman. Hozir oyligingizdan 10% katta deb hisoblanadi. Misol uchun katta ko'rinishi mumkin. Bu 50% tashkil qiladi. 50%. Misol uchun men oyligim 10%, bu sug'urtaning 50%. 50% ish beruvchi beradi. Bu narsani men juda zo'r deb bilaman. Sababi bu bilan hammada bir xil imkoniyat bo'ladi. Misol uchun birov $1000 oylik olishi mumkin, birov €5000 oylik olishi mumkin. Ya'ni bular €1000 olgan oylik bilan 5000 ikkala odam ham bir xil davolash oladi. Bir xil xizmat turini shunaqa. Hamma bir xil, misol uchun yaxshi dori, sifatli, sifatsiz dori degan narsa yo'q. Yoki bunga buni qilamiz, buni puli kam degan narsa yo'q. Ya'ni hammaga bir xil litsenziya olish uchun sug'urta kerak deb o'ylayman. O'zi mana shu sug'urta soliqlar ichida menimcha eng ko'p ushlab qolinadigan ham tibbiy sug'urta bo'lishi kerak. Shunaqa, 10%. Shunaqa. 10% sizning oyligingizdan 10% u degani 20% o'pish hisobda oyligingiz ketadi. Endi 10%ni ish beruvchi berganligi uchun shunaqa. Endi Jo'lanbek, bu o'zingizga agar sir bo'lmasa, kelgusidagi o'zingizning bir niyatlaringiz qanaqa? O'sha to'g'risidan bir og'iz aytsangiz. Nima deydi? Tibbiyot sohasida. Tibbiyot sohasida baribir biza maqsad O'zbekistonni tibbiyotiga qo'limizdan kelgancha yordam qilish. Endi buni o'zimizga bir ikkita niyatlarni qilganmiz. Misol asosiy shu nima deydi, universitetlardagi studentlarga dars berishlar bilan boshlamoqchimiz, nasib qilsa. Bu deyman, ya'ni shu
student, ya'ni bu meditsinada bu bog'chadagi ta'lim, bog'chadan boshlanadi degandek, bu meditsinada studentlardan boshlash kerak deb bilaman va ular ancha yaxshi bilsa, meditsinada, ya'ni tibbiyotimiz ancha rivojlanadi. Ana shu bizani hozirgi o'zingiz o'qigan payti baribir hozirgi davrdagi bizadagi tibbiyot oliygohlaridagi berilayotgan tibbiyot sohasi bo'yicha ta'lim standarti bilan sifati bilan qoniqasizmi yo'qmi? Hozir O'zbekistondan ta'lim sistemasi juda yaxshilashgan deb o'ylayman. Misol biz o'qigan paytimizda ham yomon emas edi. Nima deydi, agar kamchilik qidiraman desa, hamma joydan kamchilik topish mumkin, lekin yaxshi tarafda o'ylash kerak. Hozir baribir yoshlarning ichida tillarni biladiganlarning soni ancha ko'payib ketgan, ya'ni ingliz tili, nemis tili bo'yicha. Qancha ko'p til biladigan bo'lsa, shuncha tibbiyotga yaqinlashadi. Chunki misol uchun biz o'qigan paytimizda shu faqat darsliklar rus tilida edi. Bu juda katta farqi deb bilaman. Rus tilida meni fikrim bo'yicha dunyodagi yangiliklar, tibbiyotdagi yangiliklar juda rus tiliga kechroq kelib keladi. Rus tiliga qancha kech keladigan bo'lsa, O'zbekistonga ancha kech keladi degan tushuncham bor. Lekin hozirgi paytda odamlar, ko'pchilik yoshlar ingliz tilini biladi, shu hisobiga ancha va internet hisobiga ancha tezroq dunyodagi meditsina, tibbiyotdagi yangiliklardan xabardor bo'ladi. Endi o'sha jahon adabiyoti, umuman jahondagi ko'p yozilgan kitoblar ko'pchiligi ingliz tilida. Shuning uchun ingliz tilini ko'proq bilgan menimcha foydali bo'ladi. Nemis tilida ham ma'lumotlar juda ko'p, o'zini programmalari bor. Yiliga ozgincha pul to'lanadi, lekin bu har doim yangi ma'lumotlar qo'shiladigan bo'lsa, bu yangi programmalarga ham qo'shiladi va ya'ni shu bitta programma bilan butun meditsinani o'rganish mumkin. Endi Jalolbek, mana shu yerda bir bizani ta'lim vazirligiga bir taklifim borda. Mana shu boshqa sohalarda ham, misol uchun tibbiyot sohasini olsak, tibbiyot sohasi bo'yicha bu hozir jahon standarti bo'yicha jahon standartiga javob beradigan ta'lim standartini qabul qilish kerak-da. Menimcha bu hozir bizani ta'lim standarti jahonni talab qilayotgan jahon standarti rivojlangan davlatlarning standarti bilan integratsiyalashmaganda, o'shaning uchun bizdagi mana universitetni bitirgan bolalar bu yoqqa kelib boshqadan bularni standarti bo'yicha o'qishga majbur bo'lyapti-da. O'rtada vaqt yo'qotiladi. O'sha vaqtni yo'qotmaslik uchun mana shu jahon standartiga javob beradigan ta'lim standartini bizning o'zimizda tatbiq qilinsa, shu yerdagi o'qib olgan diplomi bu yoqda ham ishlaydi-da, shu standart bo'yicha. Endi sizlarga aytib qo'ydingiz, ikkinchi o'qish imtihon. O'sha to'g'risida to'liq ma'lumot bersangiz. Birinchi imtihon faqat til bo'yicha ketadi. Shundan keyin ish boshlaysiz. 2 yilgacha ruxsatnoma beradi, lekin 2 yil ichida ikkinchi imtihon topshirishingiz shart. Va agar bo'lmasa imkoni yo'q. Ikkinchi imtihon juda muhim imtihon. Bu hamma shu tibbiyot yo'nalishlaridan 3 ta professor o'tiradi-da, sizga savol beradi. Har xil sohalardan savol beradi. Hammasi nemis tilida. Hammasi faqat nemis tilida gaplashishingiz kerak va bitta bemor bilan gaplashasiz. Shu kasallikga bemorga diagnoz qo'yishingiz kerak. Ya'ni og'ir holatlardagi reanimatsiya deymiz, shu narsalar bo'yicha savol-javob, hamma dorilar bo'yicha, ya'ni juda katta nima deydi, qamrovli imtihonda. Juda ko'p narsani o'qib, tayyorgarlik qilib borish kerak. 3 marta imkoniyatingiz bor. Agar uchala imkoniyatdan o'ta olsangiz, magistraturani boshlay olasiz. Bo'lmasa, Germaniya eshiklari yopiladi. Endi Jalolbek, mana shu Germaniyada, umuman Yevropa va boshqa chet davlatlarda borib ishlayman, o'sha tibbiyot sohasi bo'yicha degan bizdagi tibbiyot xodimlariga, kelayotgan yoshlarga qanaqa bir maslahatlarni berasiz? Birinchi navbatda shu tilni o'rganish kerak. Birinchi, agar Germaniyaga kelishga niyat qilgan bo'lsa, Germaniyani, ya'ni nemis tili muhim bu yerda. Ingliz tili bilan qiyin, lekin ingliz tilini bilsangiz ancha sizga foyda beradi. Nemis tilini B2 C1 darajada bilish kerak va tibbiyotni ham juda yaxshi o'rganish kerak. Endi bu yerda vaqtingiz ham bo'ladi, lekin baribir shuni ham qancha ko'proq bilim bilan kelsangiz, sizni
O'zi o'lchanish. nima deydi, rivojlanishingiz tezroq bo'ladi. Endi bizani kuzatuvchilarimizning ko'pchiligini asosiy qismini qiziqtiradigan bitta savol borda. Shu Germaniyada tibbiyot xodimlari, hamshiralar yoki vrachlar qanaqa oylik maoshi, qanaqa o'sha to'g'risida ham bir o'zingiz bilgan ma'lumotlarni bersangiz. Endi birovdan misol uchun sen qancha oylik olasan deyishni o'zi o'ta madaniyatsizlik hisoblanadi, lekin o'sha ularni oyligi qancha bu qiziqadilar-da, o'shaning uchun o'zingiz bilgan ma'lumotlarni bersangiz, o'rtacha, taxminiy o'rtacha qism. Meni tushunishim bo'yicha endi bu yerda brutto netto degan narsa bor. Brutto degani bizda ya'ni sizni jami oyligingiz nettosi qo'lingizga tegadigan oylik, ya'ni налогlardan qolgan chegirmalardan. Endi ma'lumot uchun bu brutto degani hech qanday soliq, ijtimoiy sug'urta to'lovlardan tashqari brutto. Nettosi bu o'sha chiqarib tashlangan qo'liga tegadigan puli. Shunaqa. O'sha qo'liga tegadigan pulni aytamiz. Shuni aytamiz. Taxminan. Mana misol uchun hamshiralar taxminan 2000 dan boshlansa kerak, 2000-3000 orasida olsa kerak. Men kamroq eshitdim-da, 1,5 ming. Ayrim joylarda 1,5 mingga bo'lishi mumkin, lekin men eshitganim shu endi u ham stajga bog'liq. Ular ham yilda yangi kelib ish boshlaganlar. O'shandan minimalnisini aytaylik. Minimalnisini aytsak 1,5-2,5 deb qilaylik. Endi u hozir juda ko'p nima bu Germaniyaga odam olib keladigan firma, shunaqa tashkilotlar bor. Lekin ular juda katta summani aytadi. Ular bruttoni aytadi. Ular bruttoni aytadi. To'g'ri ma'lumotlar berish kerak. Bu juda katta farq qiladi-da. Endi Jo'ranbek, uzr gapingizni bo'ldim. O'sha misol uchun minimalni 1,5 ming euro desak, endi bu yerda u qo'liga tegadigan pul, bu puldan haligi kvartirasiga to'laydi. Kvartirasi ham Germaniyaning qaysi hududi, o'shanga qarab kvartiraning narxi har xil. Misol uchun o'rtacha 300 euro, 300 euroga topa olmaysiz. Yo'q, kvartira emas, endi misol uchun haligi hostel. Shu unaqa joylarda topishingiz mumkin, lekin agar oilangiz bilan kelib yashayman desangiz, kamida 600-700 dan topishingizga to'g'ri keladi. Endi undan tashqari haligi yeb ichishi bor, boshqa xarajatlari bor. Kundalik xarajatlarga O'zbekiston bilan lekin juda katta farq boradi. Nisbatan farq bo'lishi mumkin. Endi o'sha qolgandan hammasini o'zingiz hisoblaysizlar. Shunaqa. Umuman olganda, lekin shu tarafdan hisoblab kelish kerak. Endi hamshirani aytdik, endi vrachlar ham. Vrachlar taxminan boshlanadigan oyliklari 3,5 milliondan boshlanadi. 3,5. Bu nettosi. Qo'liga tegadigan. Shunaqa. Endi u ham shu xarajatini hisoblaysiz. Shunaqa. Eskilarda bitta gap bor, oqqan daryo oqmay qolmas deb. Demak, mana shu bizni o'zbek yigitlarimiz shu Germaniyaning, Yevropaning eng rivojlangan davlatlariga kelib, o'zini mana malakasini oshirib, tajribasini oshirib, insonlarni davolashda o'zini beminnat xizmatlarni qilyapti. Endi biz albatta umid qilib qolamiz. Nafaqat bu Germaniya, Yevropa, dunyoning boshqa rivojlangan davlatlarida ham bizning hamyurtlarimiz ko'p. Biz ishonamiz, ular o'zini olgan mana shu jahon standarti bo'yicha olgan tibbiy bilimlarini yoki boshqa sohada olgan bilimlarini albatta keyinchalik borib O'zbekistonda o'zlarimizni hamyurtlarimizda davolashda, shularga xizmat qilishda qo'llaydi degan umiddamiz. Endi shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlasak, Jo'ranbek, o'zingizni hamyurtlarimizga bir qanaqa bir yangi yil, mana yangi yil arafasi, qanaqa bir yangi yil tilaklaringiz bor? Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. O'zbekistonni haqiqatan har joyda eshitamiz, sportda mana shuncha yutuqlarga erishyapti. O'zbekistonning yoshlarida juda katta potensial bor. Nima dedi? Ya'ni bir joyga borgandan keyin qaysi davlatga borishidan qat'iy nazar, bu imtihonlar qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar har doim eplab kelayotgan yoshlar. Juda katta potensial bor. Juda ko'p boshqa davlatlar O'zbekistonni yoshlarga ancha havas ko'zi bilan qaraydi. Jo'ranbek nima uchun desa, bizni vaqtida dunyoga ilm, ma'rifat tarqatgan ajdodlarimiz bor. Bu Ibn Sinolarimiz bor, mana Biruni, Farg'oniy, Al-Xorazmiy, mana shunaqa ajdodlarimiz bor. Bu bejiz emas.
davom qiladi. Shunaqa. Endi hozirgi kirib kelayotgan 2026-yilda nima deydi? Hammaga omad tilayman. Hech kim kasal bo'lmasin. Kimni ko'nglida qanaqa yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilaymiz. O'zbekistonimiz rivojlanaversin. Bundan ham yaxshi bo'lib ketsin. Ancha yangiliklar bo'lyapti. Ulardan ham yaxshi bo'lsin. Tibbiyotga, ilmga, shunaqa, ya'ni ilm yo'nalishidagi hamma sohaga e'tiborlar bundan ham kuchaysin. Xudo xolasa shunaqa yaxshi tarafda yo'nalishni, yurishni davom qilsak, nasib qilsa 5-6 yillardan keyin ancha yaxshi yutuqlarga erishadi O'zbekiston. Lekin ancha ish ham qilishimiz kerak. Mehnat qilish kerak, faqat bitta davlat emas, odam yoshlarni o'zi, ota-onalar bolalarni kontrol qilish kerak. Hamma tarafdan bir bo'lib harakat qilsak, menimcha ancha tezroq yangiliklarga erishamiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hech kim uyda yomon kun bo'lmasin. Nima deydi? Ilmga qiziqqan yoshlarimiz, ilmga qiziqqan qatlamimiz ko'payaversin. Jo'rabek, sizga ham rahmat. Mana xonadoningizga chaqirib bizni mehmon qildingiz. Sizga katta rahmat. Siz ham sog' salomat bo'ling. Oilangiz bilan yangi yilni yaxshi kutib oling. Sog' salomat. Sog' bo'linglar.